Voy, nima qilyapsan? Bizda 10 martda 5-iyungacha aksiyadagi narsalar bor edi. Sizni juda ham yaxshi ko'rib kuzatganim uchun siz ham oling deganman. Salim, mana yana nima bor aksiyaga? Undan oshiq narsalarimizni aksiya narxida xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz ko'rsatishim mumkin. Bo'ldi, Salim, hammasini ko'rsating, hammasini olaman. Ketdik. Aksiyadagi mahsulotlarni o'zimga kerakligini oldim, sizlarga ham tavsiya qilaman. 27-maydan 5-iyungacha hammalaringni Unomart optoviy do'koniga taklif qilamiz.